Birinchi o'rinda biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Ya'ni foydali savollar bizni doim ochadi. Boy insonlar foydali savollarni beradi o'ziga. Men nima qildim, men qo'limdan nima keladi degan savollar. Ya'ni keling, birinchi savolimiz o'zlaringiz uchun konspekt qilinglar, buni yozib tashlaysizlar. Bu sizlarga vazifa bo'ladi. Buni ertaga sizlardan yana o'sha kommentariy orqali kim vazifani bajardi deb so'rayman. Eng zo'r anglagan va eng zo'r javob bergan o'quvchiga juda ham ajoyib darsligim bor. Mana shuni tekinga sovg'a qilaman. Demak, birinchi savol bu: men kimman aslida? Men nima uchun keldim bu dunyoga? Nima vazifam borki men keldim bu dunyoga? Ya'ni Alloh meni nima uchun yaratdi? Mana shuni berishimiz kerak o'zimizga. Birinchi savol mana shu. Ya'ni men kimman aslida? Bu savol juda ham qiyin savol. Bu savolni javobini topish uchun 2 kunlab, 3 kunlab ham yozsangiz bo'ladi-da. Chunki o'zingizni topishingiz juda ham muhim. Hozirgi kunda ko'pchilik o'zini hayotida yashamayapti. Kimnidir hayotida yashayapmiz. Qo'pol qilib aytganda, shu uchun o'zimizni topib olishimiz kerak. Aslida men kimman? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol: meni qo'limdan nima keladi? Ya'ni nima qo'limizdan keladi o'zi? Ya'ni biz nima qila olamiz? Ustachilik bo'lishi mumkin, videoga olish mumkin, montaj qilish mumkin, dars o'ta olish mumkin, ingliz tilidan, rus tilidan dars berish mumkin, pishiriq pishirishi mumkin, farqi yo'q. Nima qo'lingizdan keladi? Ya'ni meni qo'limdan nima ish keladi? Ya'ni shuni bilishimiz kerak. Nima keladi? Men nima qila olaman o'zi? Keyingisi, yashashdan asosiy maqsadimiz nima? Asl maqsadimiz nima? Nima uchun yashayapmiz o'zi? Bu savollarga oddiy qaramasligimiz kerak. Agar siz mana shu savoldan shuni o'zini topib o'zingizni anglasangiz, sizda katta natija bo'ladi. Keling, aslida nima uchun yashayapsiz? Nima uchun bu dunyoga keldingiz? Bu juda ham muhim. To'rtinchisi, men ayni damda nima kerak? Ya'ni men nimani xohlayapman? Men aslida hozir nimani xohlayapman? Siz uni topishingiz kerak. Keling, men bitta shu yerda misol keltiraman. Kimdir aytadi, "Men zo'r pul topmoqchiman." Aslida unga pul kerak emas, unga ichki xotirjamlik kerak. Mana bugun ham sizga nima kerak deb yozsam, hammasi pul, pul, pul deb yozgan. Aslida pul nima uchun kerak sizga? Nimani xohlayapsiz? Aynan pul sizga nima beradi? Shuni topishingiz kerak. Bu juda ham muhim.